kunlari klinikamizga kelganda o'zimiz ham bunaqa tashxisni birinchi marta ko'rishimiz edi, lekin shunga qaramasdan hattoki chet davlatdagi shifokorlar bilan birga konsilium o'tkazdik va решение qabul qildik. Bu ayolga shans beriladi. O'zlari balerinaxon, zo'rg'a 1,5 kilo semirdi, bilmaymiz. Hozir tarixini endi ularni yaxshi ko'rgan shifokorlar, meni iste'dodli shifokorim Milanaxon aytdi. Shunaqa tashxisni yengib chiqdilar. Hozir bizni chetga bittada erishdik desak, yozinglar, katta maqola yozinglar deb turishdi. Chunki bu tashxisda dunyoda bor yo'g'i 3 ta случай ekan, muvaffaqiyatli o'tgan. Siz 4-chisi bo'ldingiz. 15 yil deganda hozir o'g'ilmi qizmi bilamiz. Chunki bizning 2-etajda mo'jizalar otdeleniyasi. Mo'jizalar ichida o'g'il qizligini ham bilib qolishadi. Jilmayib turibdi kim? Proverkadan. Hozir bilib qolishganmi, yo'qmi? Shar ichidagi rangidan bilamiz. Hattoki Qozog'istonga borib, bularda o'xshamagan. 3 marta o'xshamagan, bizda 1 martada. 1-martadan o'xshagan. O'g'ilni qizmi bilamiz. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Chunki embriologiyamiz arzandaxonlarni qiynashmaydi. O'g'ilga ham, qizga ham xursandmiz. Nega tug'ishga hech kim ruxsat, faqat chaqnoqni tug'amiz deb urgan. Doktorlar 8 oy yugurdim, ruxsat berishmadi. Hech kim ruxsat bermadi. Biz tug'adi deyapmiz. Boshqa doktor yo'q, nima qilyapsizlar? Bu tashxisda o'ylayapsizlarmi? Tuzatib oldik, hammasi ruxsat berishdi va biz uddaladik. Eng kerakligi Alloh. Nafisaxon, siz eng katta g'alaba erishgan qizimizsiz. Sizni rezultatingizni eshitgan bilasiz, kechasi bilan yig'lab olganlar. Men aytaman, uyqum kelyapti. Nafisa, Shahnoza Fayzullayeva, Nafisa deb tashxisingizni men pomnю. Kechasi uxlashimiz kerak edi, ammo ichiga sig'may ketyapti. Chunki HGCS chiqqanda o'sha peripiskada bilgan ekan. Hatto hayit kuni ichlariga Muhammadjonni solgan ekanmiz. Siz Hadicha xoldingiz. 9 недель беременности с первичным бесплодием 15 лет. Это у пациентки 2-я программа ЭКО, 1-я программа ЭКО была 5 лет назад, результата не было, сегодня у нас результат. 9 недель уже ребеночек начинает двигаться. Вот уже видите, ручка, ножка, сердечко бьется. И он уже даже двигается. Это счастье. Состояние нашего малыша. 15 лет ожидания. И вот такое чудо, 9 недель нашему малышу. Ура!